Naqd bizani 5 oy kuttirgan modelimiz. Xitoyda Arlida zavodida ishlab chiqarilgan Phantom modelimiz. Mehmonxona to'plami to'liq formatda yetib keldi. Komplektatsiyamiz ana shunaqa chiroyli, go'rkasi, 4 eshikli, yonlari aval qilib ishlangan, oynalari ham bukilgan. Yon qismlari, fasadlariga ahamiyat berasiz. Xuddi shunaqa bejirim gulli, nafaqat go'rkada. Pad TV, 2 eshikli penal, komodimiz, 1 eshik penallarimizda ham berilgan. Undan tashqari ahamiyat berasiz. Kolonna har doim tashqariga chiqqan bo'lsa, bu yerda ichiga kirgan, noodatiy shaklda ishlangan. Kolonnalari juda chiroyli, bo'ylari baland. Uni ustiga yon taraflaridan ham ahamiyat berasiz. Shunaqa qoshlari noodatiy tarzda ishlangan, gulli bilan tugatilingan. Pastki qismlari ham xuddi shunaqa. Komplektatsiyamizni xohlovchi mijozlarimizga 2 ta 1 eshikli penal komodi bilan qilib beramiz. Xohlovchi mijozlarimizga 2 ta 2 eshikli penal komodi bilan qilib beramiz. To'ldiruvchi sifatida Pad TV'si ham bor. Mehmonxona to'plamimizdan o'zini 14-16 person stol stuli ayni Arlida zavodida ishlab chiqarilgan, juda ham chiroyli bo'lgan komplektatsiyamizni tadbir qilib qo'yganmiz. Stullarimiz tabiiy yog'ochdan, ikkitasi kreslo bo'ladi. Shunaqa chiroyli ishlangan. Komplektatsiyamiz spinkalari kapitoneli. Orqa qismlariga ham ahamiyat berasiz, juda chiroyli. Spinkalari ham hammasi gul bilan ishlangan. Stolimiz ham juda chiroyli ishlangan. 460 yopilganida 360 bo'ladi. Oyoqlari 3 ta. Modelimiz 14-16 person bo'ladi. Kimga modelimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, like, kommentariyada 9105 Phantom sozini qoldiring.